Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. O'shdagi yong'in vaqtida 5-qavatdan sakragan qiz vafot etdi. Endi Qirg'iziston bilan O'zbekiston ta'lim tarmog'ida ham hamkorlik qiladi. O'shda aqlli shahar loyihasi yaqin orada amalga oshmaydi. 2020-yilgacha bajarilishi ochiqlandi. Novqat sanepidemstansiyasi asossiz tekshiruvda ayblandi. Qo'yilgan ayb asoslimi? Qadamjoydagi foydalanilmagan 100 gektar yer bog'ga aylandi. Dehqonlarning mehnati bilan bugungi dasturda tanishasiz. O'sh shahridagi yong'inni o'chirish vaqtida 5-qavatdan sakragan qiz hushiga kelmay bugun kasalxonada vafot etdi. Bu haqda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Marhum Oloy rayonida 1990-yili tug'ilganligi ma'lum bo'ldi. Bu vaqtgacha uning yaqinlari topilmay qidirilayotgan edi. Guvohlarning aytishicha, taxminan uyning ichidagi gaz ballon portlagan. Jabrlanuvchilar tez yordam xizmati orqali O'sh oblastlari birlashgan klinik kasalxonasiga yetkazilgan. Ularning ikkisi hushsiz holda jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Qirg'iziston bilan O'zbekiston ta'lim tarmog'ida ham hamkorlik qiladi. Bu bo'yicha ikki o'lkaning chegaradosh O'sh va Andijon oblastlari shartnoma tuzishdi. Hozircha qo'shni oblastlar birgalikdagi hamkorlikni ikki maktabda amalga oshiradi. Dastlabki qadamni O'sh oblasti tashlab, delegatsiya Andijondagi maktab bilan tanishib keldi. Ularning tarkibida bizning ijodiy guruh ham bor. O'sh oblastidan borgan o'quvchilar va o'qituvchilar dastlab Andijon shahridagi Muhammad Yusuf nomidagi maktabda bo'lishdi. Mazkur maktabdagi sharoitlar va bilim berish tizimidagi o'zgachaliklar bilan tanishib, fikr almashdi. Muhammad Yusuf maktabi 1 yil avval ochilgan bo'lib, o'zbek tili va adabiyotiga alohida urg'u bergan holda ijodkor bolalar bilan shug'ullanadi. Viloyatning turli joylaridan kelgan 150 nafar bola tarbiyalanadi. Va turli xil fanlar bilan rus tili, tili fanlari bilan mana shu adabiyotga ixlosmand o'quvchilar bugun bilim olmoqdalar. Maktabimizda bu o'quvchilarni bilim olishlari uchun barcha qulayliklar, barcha sharoitlar yaratilgan. Ular uchun oshxonamizda 4 mahal issiq ovqat. 30-maktabni o'qituvchilari jamoasi qirg'izistonlik hamkasblarni ochiq yuz bilan qarshi olishdi. O'zlarining bilim maskani bilan tanishtirib, ikki millat kuy-qo'shiqlari orqali bayram dasturini taqdim etishdi. Undan keyin o'quvchilar turli fanlar bo'yicha ochiq darslarda ishtirok etishdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad qo'shni davlatlarni bilim berish dasturi bilan tanishib, tajriba orttirishdir. Mana shu insonlarga ta'lim tarbiya berishda mana shu bir-birimizga bo'lgan fikr almashishlar, opit almashlar deyishadi. Bularning o'rni juda katta bo'lyapti. Biz kelgusida bundan ham yaxshi uchrashuvlarni, bundan ham yaxshi darslarni yana bular bilan aloqa qilishni ko'zda tutdik. Qorasuvdan borgan o'qituvchilar 30-maktabni tanlashi bekordan emas. Sababi bundan keyin ikki tomonlama hamkorlik xuddi shu maktab bilan davom etadi. Hozirda og'zaki ma'qullashuv tuzilib, yo'nalishlar aniqlanmadi. O'zbekiston maktablarida 14 yildan beri 9 yillik majburiy ta'lim tizimida o'qitib kelinmoqda. O'tgan yilda o'quv tizimiga o'zgartirishlar kiritilib, 11 yillik bilim berish tizimiga o'tgan. Endi ular o'rta bilimni maktabda olishadi. Kollejlar qoshida UPKlar ochilgan. Ya'ni bunda o'quvchilarimiz borib, xohlagan o'zini birorta yo'nalishini tanlaydi, kasb yo'nalishini tanlab, u yerda ham haftaning bir kunida UPKga borib, ular kasb o'rganishadi. 10 yil majburiy bo'ldi, lekin akademik litseylarimiz bor. Bunda aynan o'quvchilarning xohishiga, uni iqtidoriga qarab, xohishimiz iqtidorligiga qarab turib, institutlarga tayyorlanadi. Bizga tegishli bo'lgan ancha-muncha o'xshashliklarimiz bor ekan, eski vaqti Soyuzning sistemasida qolgan o'zgacha o'xshashliklarimiz bor ekan. Bu bo'yicha dag'i tajriba almashuvda dag'i terengroq o'rganamiz, bilamiz. Hozircha shu do'stlik temasidan arnalgangina ish-charalarni o'tkazdik. Qo'shni davlatlarning maktablari bilan hamkorlik qilish yo'nalishida 80-maktab dastlabki faoliyatini boshladi. Ular maktabdagi turli yo'nalishlarda dars beradigan 10 ta o'qituvchi va 15 nafar o'quvchilarni tanlab olishgan. Ikki maktab o'quvchilari orasida sport musobaqalari ham tashkil etildi. Pedagogik жаңылыктарды, ish tajriba almashuvi baldarni o'quvchilar bilan o'quvchilarni, muallimlar bilan muallimlarni do'stlashtiruv maqsadimiz.
Hamkorlik davom etib, endi andijonlik o'qituvchilar 11-mayda O'shga kelishi kutilmoqda. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad ikki o'lka o'quvchilari orasida do'stlik va ittifoqni mustahkamlash ko'zda tutilgan. Hilola Ashurova, Ayday Bedelbek qizi, Nursulton Abdukarimovli, Intimaq. O'sh shahrida aqlli shahar loyihasi yaqin yillar oralig'ida amalga oshmaydi. Kerakli bo'lgan 10 million dollarni moliyalovchi manba aniqlanmayapti. Xavfsizlik tizimi 2020-yilgacha ishga tushishini shahar rahbariyati bildirdi. Bu vaqtgacha Qirg'iziston hukumati aqlli shahar loyihasi O'sh bilan Bishkekda bir vaqtda ishga tushishini ma'lum qilgan edi. Unda nima uchun ikkinchi poytaxt chetda qolmoqda? Muxbirimiz bilib qaytgan. Aprel o'rtalarida Bishkekning 3 ta yeriga o'rnatilgan video kameralar aqlli shahar loyihasi asosida ishlay boshladi. Qolgan yerdagi kameralar esa 1 yilda faoliyatini boshlaydi. Bu ishlar 2020-yilgacha davom etishini ma'lum qildi shahar yetakchisi. Bizda 2014-yildan boshlab bu bag'itda ko'chalarga video kamera o'rnatuv bag'itida ishlar yurgizilgan. Biz oldin ola irkitib chiqqan bo'yicha O'sh shahrida 36 ko'chani kesilishi bor ekan, o'sha yerga to'lig'i bilan qo'yilib o'tish kerak. Bugungi kunda 200 kamera qo'yilib, o'shal Ichki ishlar boshqarmaligining qaramog'iga o'tkazib berilgan. Aqlli shahar Bishkekda boshlanib, O'shda boshlanmagani jamoatchilikda turli savollarni paydo qildi. O'sh aqlli shaharni keyinga qoldirgani buni hukumat amalga oshira olmaydi degan gumonlarga sabab bo'lmoqda. Shashilish turda tuyulib qolganda bu aqlli shahar deganing o'zi to'g'ri emas. Masalan, toza shahar bo'lish kerak. O'shalarga o'xshagan boshqa bir yaxshiroq g'atta qo'yish kerak edi. Hani üstünde hem görüyoruz, akıllı şahar başlarlıklar bir kişine hali nemeler bolup ketip azmaz. Korrupsiya o'xshash elementlar bo'lib ketib. O'sha har bir burchakda kamerani qo'ygani to'ra, shofyorlarga dag'i, elga dag'i yaxshina urush bo'lib, mushtatish bo'lib, hammaga yaxshi bo'ladi. Kamerani o'rnatishlarini biz so'ranamiz. Endi kameralarning ishlagan foydasi bu go'yli narsani betini ochadi. Hozir mashinalarning akkumulyatorlarini chiqarib ketadi o'g'rilar. O'shaga o'xshagan narsalarning go'yli betini ochmoq. Kameralar bo'lsa, mushlatishlar, urushlar kam bo'ladi. Oramizda intifoqchilik bo'ladi. Hammamiz shunga tushunishimiz kerak. Hukumat Huawei kompaniyasidan voz kechgunga qadar O'sh shahrida amalga oshirishga 10 million dollar ketishini ma'lum qilgan. U pulga 1,5 mingta video kamera sotib olinib, 36 ta yo'llar kesiladigan yerga o'rnatiladi. Biroq hozir qaysi manbadan sarflanishi noma'lum. Bu shahardagi el ko'p to'lg'on yerlarga dag'i qo'yiladi. O'sha yerda qilmishchilik tazayadi. Jalpi kelajakda shu shaharning har bir ko'chasida qo'yilishi kerak, har bir bag'i dvor deb qo'yadi, dvorga qo'yilishi kerak-da. Shahardagi el bag'i o'zini xavfsiz sezish kerak. Aqlli shahar davlatning toza jamiyat dasturini 9 ta loyihalaridan biri. Xavfsiz shahar deb nomlanib, bundan 4 yil avval boshlangan. Biroq O'shdagi kameralar to'liq faoliyatini boshlamagan. Uni o'rnatishdan ko'zlangan asosiy maqsad qoida buzgan haydovchi mashinasining raqami suratga olinib, egasini jarimaga tortishdir. Biz yo'l qonunchiligi bo'yicha, yo'l buzuv erejelari bo'yicha shu kameralar bo'yicha ish yurgizib o'tadi bizning yo'l qonunchiligi xizmatkorlari. Anan bir qattalgan uruliq, tonochilik faktlari shu kameralar orqali ochilgan uchurlar bo'lib ketadi. Negizdan aytsak, kameraning ishi yaxshi. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston hukumati aqlli shahar loyihasini xitoylik Huawei Technologies kompaniyasi bilan shartnomani shu yilning mart oyida to'xtatgan. Buni shartnomani xitoylik kompaniya ba'zi punktlarini bajarmagani bilan tushuntirishgan. Umumiy narxi 60 million dollarni tashkil etgan loyihada 2 ta katta shahar va 3 ta qonli yo'lga nazorat kameralari o'rnatilishi ko'zda tutilgan edi. Hilola Ashurova, Chinorbek Alipbekov, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Novqat rayon sanitar va epidemiologiya xizmati bolalar bog'chasini asossiz tekshirmoqda. Bu haqda Ko'kchar qishloq hukumatidagi Jida Buroq nomli bog'chaning yetakchisi bildirdi. Uning aytishicha, Rayhon Mamataliyeva ismli sanepidem xodimi istagan vaqtda kelib ularni qo'rqitadi. Bog'cha rahbariyati bilan Mamataliyevaning kelishmovchiligi navbatdagi lavhada tanishasiz. Ana men borsam daha ko'p param desatga, men putimni chechib kiram. Novqatning Jida Buroq nomidagi maktabgacha bilim berish muassasasi
yetakchisi bugun ishini to'xtatib, jurnalistlar uchun matbuot anjumaniga kelgan. Bunga bog'chadagi asossiz tekshiruvlar sabab bo'lganini aytadi. Unga ko'ra, rayon sanitariya va epidemiologiya korxonasi xodimi Rayhon Mamataliyeva bog'chaga deyarli har oyda kelib turadi. Eng oxirgisida kelganda hojatxonaga oz xlor sepilgan degan sabab bilan pul talab qilganini aytadi. Ошол 7-6 март күнү 4-4,5 чамасында барганда ошол сан китепчелер менен тамак аштын декларацияларыны алып эртең нокатка барасың деди. Болуптур дедим мен. Анан ошондо айтты, акчала бар деп. Штраф болсо керек эми, штрафка десе керек деп, анан кызматкерлер менен макулдашып бардым, барсам 7000 сом акча сурады. Кемчилдиктерибизди ошол жерде айтпайт бизге. Ошол жерде акыт жазбайт. Bog'cha rahbari so'zlariga ko'ra, yil boshidan beri SES 9 marta tekshiruvlar o'tkazgan. Biroq muassasa xodimlari aytilgan so'zlarni inkor etdi. U tekshiruvlar yillik reja asosida 1-2 marta olib borilishini aytdi. Agar arizalar tushsa, navbatdan tashqari tekshiriladi. Shunga ko'ra aytilgan bola bog'chada so'nggi marta 2016-yilning 24-fevralda tekshiruv o'tkazilganini aytadi. 2 yildan keyin shu yilning mart oyida tekshirilib, oziq-ovqat xavfsizligiga rioya qilinmagani aniqlangan. Ошол бакчада балдар тамактанып аткан азык түлүк продуктыларды мындай сертификаты деп коет элек, мурда азыр декларациясы деп коебуз. Балдар жеп аткан продуктылардын коопсуздугун тастыктоочу декларациялары жок. Балдар ичип аткан ошол жеген тамагынын калориясы бизге талапка жооп берген жок. Shunday qilib, bir oydan beri davom etayotgan ikki tomonlama nizo qishloq kengashini ham xavotirga solmoqda. Deputatlar bu orqali millatlararo nizo paydo bo'lmasdan tinchib ketsa degan fikrda. Mazkur holni huquqni himoya qilish organlari o'z nazoratiga olib, adolatli qaror chiqarishidan umidvor. Men talab qilaman, men mizomni talab qilaman. Men bu tarafdagi emasman, siz tarafdagi emasman. Men как deputat qatori mizom bo'lsin. Bu mizomsiz bo'lsa, bu javob bersin. Sesli xizmatkari mizomsiz ol javob bersin. Masala Novqat tuman prokuraturasiga ham yetib borgan. Natijada prokuratura tomonidan sanepidem xodimi Rayhon Mamataliyevaga chora ko'rish yoki xizmatidan bo'shatish qarori chiqarilgan. Ammo Mamataliyeva bu qarordan norozi. Shu sababli Bilim berish ministrligi va O'sh oblast prokuraturasiga murojaat qildi. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'aboyeva, Argen Qalbeko'g'li, Intimaq. Qadamjoydagi foydalanilmagan 100 gektar yer boqqa aylandi. Qurigan maydonni 100 dehqondan iborat birlashma 2 yil avval ijaraga olib 40 ming ko'chat ekishgan. Suv olib kelishga 3 million so'm sarflab, skvajina qurishdi. Bu yil ko'chatlarning 100% kurtaklab, oldi meva bera boshladi. Dehqonlarning amalga oshirgan ishlarini hamkasbim ko'rib qaytgan. Ilk marotaba kurtak tukkan bu ko'chatlar Qadamjoyning Ko'ktala Pulgon yo'li bo'yidagi 40 gektar maydonga o'tgan yil ekilgan. Umumiy soni 40 mingni tashkil etib, ularning 90% ko'kargan. Qurib qolganlari esa joriy yilda yangisi bilan almashtirildi. Hozirda ularni oqlash ishlari qizg'in bormoqda. Endi yilga yaxshi, o'zimizga yaxshi. Бул кайнолуу көчөттөрүн биз өткөн жылы тиккен элек. Быйыл жашылданып калгандыктан актап жатабыз. Алдыда жакшы түшүм берет деп үмүттөнөбүз. Qadamjoy shahridagi Arpasoy, Qorayantoq uchastkalaridagi bo'sh yotgan 100 gektar qayroqi yer 2 yil avval mahalliy dehqonlardan iborat Barakali suv jamiyatiga 10 yilga ijaraga berilgan. O'tgan yili ular 1 million so'mga skvajina qurishgan. Keyin 40 gektarga qisqa bo'ylik, yarim qisqa bo'ylik va super qisqa bo'ylik ko'chatlarni ekishib, boqqa aylantirishdi. Buning uchun 100 ga yaqin dehqonlardan 3 million so'mga yaqin mablag' sarflangan. Jalpı başta 3 milyonga yaqin bo'ldi. 2 milyon 880 ming bo'ldi bugun balansimiz. O'sha расходный часть. O'shoning ichida skvajina, ko'chatlar, organizatsiyaный, transportный, yo'llarni o'nglash. Onun boshqa da misol dar-darmek, agrogorизонт bilan kontrakt tuzib, agronomlarni olib kelib konsultatsiya olib o'tamiz. Ekilgan ko'chatlar O'zbekiston hamda Yevropadan olib kelinib, 2-3 yil ichida gektardan 30-40 tonna yoki 4000 tonna hosil olish mumkin. O'shanda yiliga 40 million so'm sof daromad olishga erishamiz deb ishonishadi dehqonlar. Daromad tushgandan boshlab hudud infrastrukturasini yaxshilab, qayta ishlab chiqaruvchi ishxona bilan logistik markazlarni qurish rejalashtirilmoqda. 90 müçenin bugünkü kunga o'sha 40 gektarini 40 adam bölüp alıp işletip atadi hozir. Qolganlariga em dayardab atamiz yer. Bu kuzga dayardasak, emki жаздан boshlab 100 gektarni to'liq немеге уже освоение qilib, немени o'zlashtirib ko'chataga keldi. Коомдук уюмга биз убактылуу пайдаланууга бергенбиз. Мамлекеттин эле карамагында турат. Ошол убактылуу пайдалануу мөөнөтүн ичинде булар ошону бакка айландырышаттыр да.
10 жыл деп бергенбиз. 10 жыл. Ijara төлөшөптүр. 100 gektarning qolgan hududlariga yo'l qurish, tekislash ishlari olib borilgani bilan keyin bu yerlar ham dehqonlarga berilib, ishchi o'rinlari tuziladi. Hozirda 40 gektar maydonda 400 ga yaqin kishi ishlamoqda. Ular intensiv bog' yaratishda tomchilatib sug'orish usulini qo'llashgan. Umida Mirzabayeva, Feruza Asqarbek qizi, Jirg'al Abdukarim o'g'li, Intimoq, Batken. O'shda o'quvchilar bilan o'smirlarni salbiy ko'rinishlardan xalos qilish harakati bormoqda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqdagi da'vatlardan uzoqlashtirib, buning uchun maxsus tanlovlar uyushtirilmoqda. Bugun o'lkada yana qanday voqealar bo'ldi? Qisqacha tanishib oling. O'sh shahrining o'quvchilari ayol zotini madh etgan tanlov tashkil etdi. Unda o'smir yoshida internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali salbiy oqimlarga aralashib qolayotganini, uni kelajak avlodga ko'rsatayotgan salbiy natijalari sahna ko'rinishlarida omma e'tiboriga havola qilindi. Qiz qadri qimmat deb nomlangan tadbir O'sh shahar yoshlar qo'mitasi tomonidan tashkil qilinib, unga shahardagi 10 maktab o'quvchilari qatnashdi. G'olib bo'lganlarga diplom va faxriy yorliqlar topshirildi. Тура эмес баягы видеолорду көрүп, чет өлкөгө кызыгууларды, баягы жумуш ордуларын көрүп, ошол жакка кыздар эртеле баягы мындай арбындаш болуп атат да. Ошондуктан ошол жолдон кайтаруу, мекенге болгон сүйүүнү арттыруу максатында жалпы 13 аймактык кеңештин жаштардын арасында уюштурулуп жатат. Talabalar o'z qo'llari bilan tayyorlagan buyumlarni olib kelishdi. Sanoat mahsulotlari va kiyimlar O'sh shahridagi 12-sonli kasb-hunar litseyi tomonidan tayyorlangan. Bugun bu yerda ochiq eshiklar kuni tashkil qilinib, unga O'sh shahri va oblasidan mehmonlar taklif etilgan. Ular bilan birga maktab o'quvchilari ham taklif qilinib, kasb-hunar litseyidagi yo'nalishlar, ularning hayotimizdagi muhim ahamiyati borasida hikoya qilindi. 12-sonli kasb-hunar litseyida 700 dan ortiq talaba bilim oladi. Bu yerda duradgor, payvandchi, santexnik, usta va sartaroshlik mutaxassisligida bilim olishadi. Бұл o'quvchilarimiz birinchi kursda maydaroq, оңойroq buyumlarni жасаганга аракет кылышат. Мисалы, чеберлерибиз боло турган болсо, кичинекей жаш балдардын көйнөктөрүн тигет. Бул материалдарды өздөрү алып келишет дагы. Ошол тиккен буюмдарын сатканга аракет кылышат. Анан саткандан кийин ошонун акчасына кайтадан чоң буюмдарды алганга, чоң материал алышып туруп, анан кийинки кездемелерди алышып, ошону менен иш жүргүзөбүз да. Intimoq teleradio kompaniyasi 2-jahon urushi faxriylarini tanishtirishda davom etadi. O'shda ko'zoynaksiz kitob o'qigan ulug' vatan urushi faxriyi bor. 93 yoshga chiqsa ham she'r yozib turadi. Nashr qilingan kitoblaridagi she'rlarni ifodali ham o'qiydi. Qasimboy Jo'ldoshev mana shu she'rlari orasidan o'zi yoqtirganini bizning ijodiy guruhga o'qib berdi. Qarshilayotgan Qasimboy ota Jo'ldoshev kitob va gazetalarni ko'zoynaksiz o'qiy oladi. O'zi ham urush haqida 3 ta kitob yozgan. Ulug' vatan urushi faxriysi hamon g'ayratli, bunga tinimsiz mehnati sabab bo'lganini aytadi. Ikkinchi jahon urushidan omon qaytgan otaxon yoshlarga vatanni sevish kerakligini aytadi. Sababi bu kunlarga yetish oson bo'lmagan. Bombasini tashlab shu yoq ne bo'ldi vatat. Guvonda vatat, snaryadlar shu. Samolyotlar bombasini tashlab bu yoqqa ketib vatat. Ana soat 6dan bizni aldığa dedi. O şey işte pakodni kukna geldi. İşte diye şamşum ettik. Şundan alg'arab ketdik ana. Qasimboy Jo'ldoshev 1943-yili 17 yoshda urushga ketgan. U dastlab Toshkentdagi harbiy komissariyatga borib, o'sha yerdan Rossiyaga jo'natilgan. Artilleriya harbiy qismining askari qatori 1945-yilgacha chegarada xizmat qilgan. 2 yil urushda bo'lgandan keyin ko'pchilikni intiq kutgan g'alabasi qo'lga kiritilgan. Atanegendi savaş bitti dedi. Yemi dünyalık ikinci dünyalık savaş bitelek dedi. O şu an biz bitiriyoruz dedi. Bunu yerine Japonlarga 3 aydan keyin biz savaşa giriyoruz dedi. Açıkla etti. Japonları yenemiz o şandan ikinci dünyalık bitet. İkinci dünyalık savaşta öldürsek biz bitiriyoruz. Degende şilpi oturmadık.
Shunday qilib 1945-yilning 8-avgustida oqsoqol Xitoyning Manjuan vodiysiga borib, o'sha yerda yapon harbiylari bilan bir oy jang qilgan. Qasimbayotda xizmat qilgan harbiy qism hamkor Xitoy davlatining Muradzian, Muvden, Harvin shaharlarini yapon bosqinchilaridan xalos etgan. Xitoyning Manjuriya degan provinsiyasini bo'shatib berdik-da. Ana o'shandan ardında da o'zimizning bir port bor ekan, cho'ng dengizning porti. Onu bo'shatdik. O'shanda o'sha yerda 3 oy turib qoldik ana. Urushdan keyin kolxozda hisobchi qatori faoliyat olib borgan, keyin hayvon xo'jaligiga rahbarlik qilgan. 1985-yili faxriy nafaqaga chiqqan. Qasimboy Jo'ldoshev ijod bilan shug'ullanib, hikoya va she'rlar yozib turadi. O'z qo'lim bilan uzatib, vadamni atqardim, oxirida shivirab, sizdan roziman deb qoldim. O'zimga bergan antimni aqtab juram kempirim. Bizga yaxshi so'zlarda aytadi. Bu atamiz menen sıymiqtanabız. Hazırkı emeğe alıp görgünde bular batır desek болады. Bu veteranlarda, ardegerlerde ağız ele kaldı. Kırgızistan boyunca ağız ele deydi. Şularda sıylap ötöylü. Qahramonimiz bir o'g'il va bir qizni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Hozirda 15 nabira-yu 40 dan ortiq chevaralarning sevimli bobosi. Hilola Ashurova, Adila Timanov, Azam Buzrukov, Untumoq. Karate bo'yicha 9-jahon chempionatidan Qirg'iziston sportchilari sovrin bilan qaytishdi. Milliy karate federatsiyasining prezidenti Nurdolot Risbekov matbuot yig'inida bildirishicha, chempionat 20-apreldan 22-aprelgacha Turkiyaning Istanbul shahrida tashkil qilingan. Musobaqaga Qirg'izistondan 6 sportchi qatnashdi. Ularning yoshi 6 yoshdan 60 yoshgacha belgilangan. Sportchilarning barchasi 3-o'rinni olishgan. 36 davlat ichidan Qirg'iziston medallar bo'yicha 18-o'ringa chiqdi. Bizden her birimiz bol dönemde birden medalda alıp oşoğa iyilik yarattık. Anın içinde mınakay oşo iyilikten en altın medalga jetken 6-7 yaştagılar arasında 25 kilogramga çeyinki salmaqtagı Rıspeko Arına Shotokan stili boyunca altın medalga jetip 1-o'rinda eledi. Rumınya kız menen, Türkiyalık kız menen muştaşıp 1-o'ringa jetişti va 2-o'rinda Azerbaycan kız menen muştaşıp 2-o'ringa jetişdim. Intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin, xayr-omon bo'ling.